Mana Olmazor tumanidamiz. Choraxalardan biri Jomidagi. Choraxada yer asfalt qoplamasi rasvo bo'lyapti. O'ydim chuqur bo'lib. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, inspektor bilan muloqotimni ham ko'rasizlar. Doni yama paydo bo'lgan. Mana shu yerda qaranglar. Kichkinagina kuzatuv kamerasini qo'yib qo'yishgan. Mana aybli bilinib qolmasligi uchun-da menimcha. Assalomu alaykum. Yaxshimisiz? Siz kattasimiz bularni? Ovozingizni yozib olganman. Rosa gaplashamiz. Ikkita savollarim bor. Alifda Choraxil devoti nima deb nomlanadi? Temir bazalik burilishdagi Choraxil. Zapravka yonidagi. Usta Shirin Choraxasi. O'sha rasvo bo'layotganini bilasizlarmi? Raport yozib berganmiz. Necha marta? Necha marta raport yozib bergansiz? 2 marta yozib berganmiz. 2 marta raport yozib berishgan ekan mana. Amaliy ish bo'lmayapti, to'g'rimi? Ha. Bitta mashina yuradi. Yo'q. O'tib ketyapti. Nimadir chorasini qilish kerak-ku. Mashinalarni tegib qolyapti, ko'rayotgan bo'lsangiz. Mashina tegib qoldi. Teganni olib ko'rsatish kerak uni uchun nima? Tegyapti. Zargam tegan. Shuyam past. O'shaning uchun bergan. 2 marta raport yozgansizlar, lekin anaqa bo'lmayapti. Hokimiyat qiladi. Hokimiyat qilyapti. Bo'ldi. Men shuni biroz bilmoqchi edim. Qayda pretenziyangiz qilsangiz bo'ladi. Svetoforlar ishlamasa, otingiz nima edi? Abdurov degan svetofor ishlamasa. Kam antiqay qo'ygan svetofor ishlamayapti Choraxada. Ya, to'xtang. Siz raport berishingiz kerak. O'rganmiz. Keyin sekin-sekin u tepaga chiqib ketishgan. Bo'ldi. Shuni bilmoqchi edim. Raport bergan bo'lsangiz bo'ldi. Mana ko'rib turganinglarda, hurmatli do'stlar, raport bergan ekan, lekin amaliy ish hayotda bo'lmagan. Mana ana qoqilib ketishdi odamlar mana. G'ashni tuzatib berishinglarni istaymiz endi biz. Mana. Ana. Qarang, Barjurdan o'tganda o'tyapti. Mana xizmat olib borgan GAI xodimlariga aytdim.